soxtalashgan rotorli asinxron motorni N-teng F grafikini qurish. Hop. Bizga kerakli qurilmalardan asinxron motor. Bu motorni 3 fazali burchak usulida ulab, mandaga ulaymiz. Bu yerda asinxron motorni quvvati 0.25, koeffitsiyenti 0.78, chastotasi 50 Hz. Xo'p, buni 3 burchak shaklida uladik. Laboratoriya mashg'ulotiga tayyor. Biz ishdan maqsad shu asinxron motorni, hisoblashgan asinxron motorga yuklama berib, uni grafikini qurish. Endi bu yerda laboratoriya mashg'ulotida asinxron motorga yuklama beramiz. Endi qurilmamizga yuklama beramiz. Qurilmamiz ishladi. Qurilmamizga yuklama berganimizda tezligi hisoblashguncha kamayadi. Endi bundan xulosa olib aytadigan bo'lsak, shu hisoblashgan rotorli asinxron motorni grafikini qurish uchun bu qurilmamizdan foydalandik va shu qurilmada berilgan tezlikni shu yuklama berilganiga qarab turib jadvalga to'ldirib grafikini quramiz.